Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Sizlar yaxshimi? Omonmisizlar? Men Mirozor bezovta taqillik ayibga buyurmaysizlar. Agar ruxsat bersalaringiz, bir necha soniyalarga qimmatli vaqtlaringizni olamiz. Rahmat. Maylimi? Albatta, Xo'jayin tabrigi ushbu chiroyli xonadonga kelib, sizlarni bezovta qilib turishimning asl maqsadi bor. Ya'niki bugun ushbu xonadonning sohibalari, duogo'ylari, farishta misol bo'lgan Ulfatay olajonimizni unutmas shukroniy tavallud ayyomlari ekan. Agar kadashmak kelgan bo'lsak, to'g'ri keldikmi? To'g'ri keldi. Xolajon, menimcha siz bo'lsangiz kerak. Adashmadimmi? Yo'q. Siz yaxshimi? Omonmisiz yana bir bor? Rahmat balam. Kayfiyatlaringiz a'lomi? Yaxshi, ahvol. Bugun hamma tabriklarmi sizni? Hamma tabrik. Sog' Birinchi kim tabriklar sizni? Birinchilardan. Birinchi hamma tabriklar. Hamma. Oila a'zolari. Kim qoldi tabriklamagan? Bilmasam, hech kim qolmadi. Sizlar qoldilar shekilli. To'g'ri gap yo'q, topdingiz lekin albatta biz qoldik. Yana Xo'jayin tabrigi. Bugungi xursandchilik kuningiz muborak bo'lsin. Sizga albatta uzoq umr, sihat salomatlik, serdavlatlik va albatta mana shunday chiroyli tabassumlar hech qachon yuzingizdan arimasligini tilab qolamiz. Rahmat jonim. Rahmat. Shu o'rinda bir toping kim nomidan keldik. Xabaringiz bormidi? Surpriz. Kimning nomidan? Aytishganmidi? Xabaringiz bormidi? Madinamdirda. Albatta xolajon, bugungi xursandchilik kuningizni eng birinchi galda albatta sizning jondan yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz nomidan va shu bilan birgalikda shakar nabirangiz Umidjon ulardan tabriklash uchun keldik. Muborak bo'lsin bugungi xursandchilik kuningiz. O'zi kutganmidingiz xolajon? Kutuvdim. Kutuvdingiz-a? Yashang, salomat. Jonimda umri uzoq bo'lsin, Tanjon sog' bo'lsin. Dadasini ham Tanjon sog' bo'lsin, qizimni ham umri uzoq bo'lsin. Balari bilan kelin olsin, xizmatini qilsin. Ilohim kuyovim ham baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin. Sizlar ham xonadonimga xush kelibsizlar. Rahmat shunchalar xizmat qilganlaring. Va shu o'rinda albatta biz ushbu xonadonga bir chiroyli sovg'alar bilan kelganmiz. Mana shu shirin shakar nabirangiz nomlaridan. Dedilarki, muhabbatdan so'z olsangiz, onadan boshlang. Chunki onasini yaxshi ko'rmaydigan farzandni muhabbati yolg'on bo'ladi. Rahmat. Shu uchun bir chiroyli gullasamiz bor. Mana shu chiroyli gullasa kabi ochlik yurishingiz uchun topshiraman. Rahmat. Nabirangiz nomlaridan. Men uchun bu dunyoda sizdakasi yo'q onam. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang. Muborak bo'lsin, xolajon yana bir bor. Endi bugun bu xolajonimiz uchun qanchalik so'zlar, qanchalik she'rlar aytsak shunchalik kamli qiladi. Negaki bu xolajonimiz farzandlarini katta qilgancha ne mashaqqatlarni boshlaridan kechib, mana shunday yaxshi kunlarga yetkazib kelishdi o'zi bo'lmagan. Farzandlaringiz juda ham xursand. Negaki sizdek onajonlari borligidan. Rahmat. Sizdek onani farzandi bo'lishganidan juda ham faxrlanib yurishdi ekan. Rahmat. Ilohim. Negaki hammani onasi o'ziga yaxshi ekan, lekin bizning onajonimiz boshqachalar. Yo'q. Mehribon, oq ko'ngil, samimiy insonlar eng muhimi. Rahmat. Sog' bo'lsin. Ba'zilarimiz ona bo'lib, onalik mas'uliyatini his qilib, onajonimizdek farzandlarimizga tarbiya, mehr, muhabbat berish uchun harakat qilib kelmoqdamiz. Onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Borlariga shukr qilamiz va Xudo xolasa Ilohimgina sog' bo'ling. onajonimiz uchun hali tilaklarimiz va niyatlarimiz juda ham ko'p. Sizlarga ham kattakon rahmat. Ilohim Salomat bo'ling. ishlaringga muvaffaqiyat tilayman. Omon bo'linglar. Kam bo'lmanglar. Shu o'rinda xizmatida bo'linglar. aytishyaptiki, ona bor dunyoda yashash boshqacha, onaning ta'rifi-yu mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90, 100 yoshgacha, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, kunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda,
yashash boshqacha. Qarang, Rahmat o'g'lim. siz onajonlar bor hayotda yashash boshqacha. Dard ko'rmasin ilohim. Tanijon sog' bo'lsin, ko'p asrasin, ko'p qatorda asrasin. Jumla mo'minlar. Rossiyada yurgan Zamra qizimda ham umri joni uzoq bo'lsin. Ballarga bosh qo'sh berib, hamma xalqimga tinchlik, omonlik tilayman. Alloh sizlardan